Changbanpo davında Canyi'da çakmakta işqetin nər tatib Sav-Savның başlap kelgen tümenmin leşkinin qoğuqtu çikindirip atıdı. Sav-Sav oldu keyni qarmay bedər qıçıqtıdı. Ondan sonra muşu vaqtımızda hakikaten bir yerki Canfey'nin avazı şirdek örkürken bek yoğan mı? Ya ki bunun çıray Türkiye aşımda qoğuqnuşluk məxluq çıray mı? Əməliyyatda bu neçə yıllar burun Guayyu'nun Sav-Sav'a etipegen bir porunla münasibetlik bir po etip durdu. Aşının münasibetlik. Ondan sonra bu məzmun qısqılgan dostlar məni Guayyu'nca qulib bir tal yaxşı yürekli filmnin davamına diqqət qılыңlar. Qissa haqida bayan. Üç parçalık haqida qissa namlıq əsərdə həmmimiz bilimiz. Bu yerki Guayyu aralıqda bir mezgil amalının yoxluğudan Sav-Sav'a əl oldu. Şu vaqtımızda bu yerki Sav-Savlar Yuanshao o'ttirsida bir jang bo'ldi. Yuanshao'ning oliy sarkarchisi Yanliang Sav-Savning qo'shinini to'sib qo'ydi. Sav-Sav bu yerki Bayma qo'rg'inda amal qilmagandan keyin o'zining mushavir Chongyuning taklifi bilan bu yerki Guayyu'ni chaqirtib keldi. Chunki Sav-Savning nurg'un sarkarlari bor bu yerda. Hatto ikkisi bir bo'lib chiqibmi bu yerki Yanliang yangamaydi-ku. Şunlar bu yerki Guayyu keldi. Guayyu bir martamda bunun kalısını yavatıdı. 3 gündeki yani Wenchou'nun kalısını yavatıdı. Sav-Sav'ken dehşet kavlakta prem Guansang'ın acayip kattı batır elemle artık pişkan. Bekşikella kol koydum ben sizge. Liu Bei'nin özlerinin etibalığı mahtığını bekamezke dedi. Lakin şu vaxtımızda Guayyu'nundaydı. Bu qanchalik işte. İnim canıydı. Tümenmin leşker içige yüz yalığız büsüp kirip düşman pasbanning kalısını asal elip yani düz çıqalaydı o dedi. Pasban edgenkin magap Sav-Sav o'tib ketdi-da. Sav-Sav hayron qoldi. Prem bu Guayyu'ning başındaq yaman ki dedi. Ben göz gözümden ko'rib qilsam bu o'zining inisini başladı başlatak bu Canyi'da pasbanning kalısını aldı ki. Ey keyin mana shu Canfeylar uchib qolsa qattiq ehtiyot qilsak o'g'dakchimi? Bu ishlim emas ki bu deb ketdi. Mana shuning bilan Canfeyning ismi Sav-Savning yuragida qilib qolgan chumshara. Endi bu yerda oradan necha yillar o'tib bu yerki Sav-Sav Jingju hujum qilgan vaqtimizda Liu Bei Changshaga chekindi. Shu vaqtimizda dastlab bu yerki Changbanpo davında Changshallik Zhaozulong Sav-Savning qo'shiniga 7 qatim busib kirib busib chiqib kech ketdi. Buni Sav-Savning nurg'un lashkarlari qo'g'lab bular el ko'rikni oldirib keldi. Endi bu vaqtimizda Zhaozulongni o'tkazib o'tib Canfey yüz yalğız bir adam bir neyziler körüksünün aldıda bulan tuzub koydu. Hem de şu vaqtimizda Sav-Savning batır dağlıq sanğıllarının hemisi kelgen. Saurin Sauhong, Shahudin Shahuyuan, Shuchu, Zhangliao, Zhanghe, Yuejing hemisi var. Hem de bularning bu yerda to'xtab qo'rqib ketgani Canfey qaraganda Zhuguliangdan yana bir qo'rquvchi. Chunki Zhuguliang aldirishi balıqda yel o'tda, yel suvda hujum qilgan emasmi? Hem de bu yer keldi qarsa tümenmin lashkari bastırıp kelsa bir Canfey yüz yalğız tuğan. Törükün kendinde qarşı topu tuzup çıkıp atkan. Hem bu Canfey'nin uğurlaştırıcısı o. Ula bu yerki Zhuguliang çuqum yeni bir böhtürüm koydu dep oylaydı. Onun ustiga bunun aldıda Zhaozulong tümenmin lashkarisidan 7 qatim düşkürüp chiqib aldı. Bular Zhaozulong nimandaq yamandı dep tursa mayada unundan muqavil beslik birisi yüz yalğız qo'rqmay bular bir neysini tanlab tuğanligini ko'rib to'xtabdi deb emsal qo'rqadigan gap shunami? Endi bu qo'shin ilgirlamagandan keyin bu yerga kim keldi? Sav-Sav keldi. Sav-Sav kimdol qarabla amaliyotda buning qaymoqtiruvchi qo'shin ekanligini uqdi. Mao el Kungchungjiga o'xshab atamdi. Bu yerki Canfey yüz yalğız amaliyot kayinda adam yo'q. Kungchungjidek bir ilama. Biroq shu vaqtimizda Sav-Sav so'rdi. O kim kelgan ki Canyi'da Canfey kelgan ki Prem derhal maisi keldi. Neçə yıllar ilgiri Guayyu'nun man dep birişçe bu yerki Canfey tümenmin lashkari ichidan düşman pasbanning kalısını orsal epyen kit alaydı ki. Kilonglar maqum bekere qo'danglardi. Qo'duvchilarni yaqin aytib oldi. Saurin Sauhong Shuchu qatorliqlarni. Shunlarni bu yerda Canfey haqiqatan yukraydi. Ma vaqrashdan Sav-Savning qo'shinlarimi, otlarim qo'qib turilib ketadi. Endi Sav-Sav o'zining birer sanğunning bir qo'rqmay bir Canfeylar urushib petinamaganligidan Sav-Savga texim qo'rqinish etdi-ku. Hem de bu vaqtimizda Canfey qanday qildi? Texim bo'lib turdi. Qarshi ul ikkilanmagan, qanday texim puatıdı, texim ko'ranlab turdi, shunami? Hem de Canfeyning ikkinchi qatimliq bu o'rkirishda Sav-Savninki bu yerga yeni bir sarkardisi Shahuji degining yurak kesili qo'zg'ilib, naq maydon qon o'lib turdi. Mani ko'rib ham hammamiz qo'rqdi-ku, Sav-Sav qo'rqib qechinglardi. Bedar kayniga burilib chiqyapti, qash. Oldiki qo'shinning kayni qashqini ko'rib, kayni qach. Bu zo'r qo'shinni qalayim qanchalik otliqlab piyoda
Amerikaliklarni dastlab nurg'unlari o'lib, yorilib, Sağ degan qacha yil vurdu. Bir yakagani bu texit vurishini topamagandan keyin Zhang Liao deydi, "Voy Sağ bosh vazir, bir Zhang Feidan mushunda qo'rqib ketimizmi? Bo'ldi, buni undan qochib ketmasak bo'ladi" degan kun turib Sağ o'ylaydi. To'g'ri, bu bir yolg'iz Zhang Feidan men nima ish qo'rqib ketman. Ash ayni yili Guayu'ning otgan el to'g'ri bilan munosabatlikchi bu. Tushunalami? Shuning uchun bu hikoyadan shuni tushunaylikki, sening kuchli bo'lishing muhim, lekin sening kuchli bo'lishingdan muhim bo'lgani qarshi tarafning dushmanlarining seni o'z ko'nglida qanchalik kuchli deb bilishi-chu. Atrofingdagilar seni qanchalik kuchli deb qaraydi degan ma'u texnik muhim. Tushunalami? Unda ko'ngilchiga bir ataldan gul xo belgisi yo'llab qo'shni qilmanglar. Rahmat.